Assalomu alaykum Rossiyadagi hamyurtlarimiz. Mana yana bir hafta ham yakuniga yetdi. Ushbu o'tgan haftada ro'y bergan muhim hodisalarni yoritishda davom etamiz. Bugun dasturimizda Rossiyada muhojirlar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlarning soni ijobiy tomonga o'zgarishni boshladi. Rossiya prezidenti qaroriga ko'ra, endi Rossiyada yashovchi migrantlar doimo kuzatuv ostida bo'ladi. Rossiya Federatsiyasi politsiyasi tomonidan yana kutilmagan reyd. Bu safargi nishon Sankt-Peterburgdagi sport klublari bo'ldi. Qiziqqon hamyurtlarimizning asabi taranglashgan. Avval Shimoliy koreyaliklar bilan janjallashgan hamyurtlarimiz endi kung-fu ustalari bilan ham kuchlashib ko'rdi. RIA Novostining xabar berishicha, 2024-yilda Rossiyada migrantlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar soni o'tgan yilga nisbatan deyarli 1% ga kamaydi, deydi Rossiya Federatsiyasi davlat arbobi yurist Aleksandr Basterkin. 2024-yilda migrantlar jinoyatchiligining 0,9% ga kamayishi tendensiyasi kuzatildi. Mutlaq raqamlarda 2023-yilda 38.936 ta jinoyat, 2024-yilda 38.578 ta jinoyat, deydi u. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2025-yil 1-sentyabrdan boshlab poytaxt mintaqasida migrantlarni mobil ilova orqali ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha tajriba o'tkazish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Xorijiy fuqarolarning hisobga olinishining qo'shimcha mexanizmlarini joriy etish to'g'risidagi tegishli qonun huquqiy hujjatlarni rasmiy e'lon qilish veb-saytida paydo bo'ldi. Bundan kelib chiqadiki, tajriba 2029-yil 1-sentyabrgacha davom etadi. Yangi qonunga ko'ra, mamlakatga vizasiz kelgan va patent asosida ishlayotgan mehnat muhojirlari hisobga olinadi. Shuningdek, patentsiz ishlash huquqiga ega bo'lgan yoki mintaqada 90 kundan ortiq ish uchun bo'lmaganlar ro'yxatdan o'tishlari kerak. Ularning barchasi 1-sentyabrdan boshlab mobil ilovada ro'yxatdan o'tishlari, shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashga, shu jumladan abonent qurilmalarining geolokatsiyasiga rozi bo'lishlari va Ichki ishlar vazirligining hududiy organlariga huquqiy joylashuv to'g'risida xabar yuborishlari kerak. Qonun, shuningdek, ilova orqali ro'yxatdan o'tishda migrantni ro'yxatdan o'tkazish uchun asoslarni belgilaydi. Masalan, agar u 3 kun ichida qurilmaning geolokatsiya ma'lumotlari uzatilmasa, hisobot oxirgi kuzatuv sanasidan boshlanadi. Bunday holda, Rossiyada bo'lish uchun qonuniy asoslari bo'lmagan taqdirda, chet el fuqarosi to'g'risidagi ma'lumotlar nazorat qilinadigan shaxslar reyestriga kiritiladi. Sankt-Peterburgda xavfsizlik kuchlari jang san'atlari klublariga kirib, sportchilarni devorga qo'yishdi. Manba Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligining Sankt-Peterburg va Lenoblast bo'yicha bosh boshqarmasi. 23-may kuni Ichki ishlar vazirligining Sankt-Peterburg va Lenoblast bo'yicha bosh boshqarmasi politsiya xodimlari 50 kishini tekshirdi. Ularning deyarli 20 nafari chet el fuqarolari, shu jumladan Shimoliy Afrikadan kelgan 2 ta talaba, qolganlari Shimoliy Kavkazdan. Sportchilar noqonuniy chet elliklar Rossiyada bo'lishining noqonuniyligi uchun tekshirildi. Oxirgilar orasida 5 ta noqonuniy muhojir bor edi. Ulardan biri rus tilidan imtihon topshirgan, ammo politsiyachilar bilan suhbatda bilimlarini tasdiqlay olmagan. Ma'lum bo'lishicha, sertifikat sotib olingan. Ushbu fakt bo'yicha tergov olib borilmoqda. Noqonuniy shaxslar politsiya bo'limiga keyinchalik ixtisoslashtirilgan markazga joylashtirish va Rossiya Federatsiyasidan tashqariga chiqarilib yuborish uchun olib kelingan, deyiladi. Primoryadagi qurilish maydonchasida O'zbekiston va Shimoliy Koreyadan kelgan muhojirlar mushtlashdi, deb xabar beradi Rus Telegram kanallarida. Rossiyaning Primorsk o'lkasining Arsenov shahridagi qurilish maydonchasida O'zbekiston va Shimoliy Koreyadan kelgan muhojirlar o'rtasida ommaviy mushtlashuv sodir bo'ldi. Mushtlashuvga tushunmovchilik sabab bo'lgan, deyiladi. Rossiyaning Krasnoyarsk shahridagi qurilish maydonchasida Xitoy va O'zbekiston fuqarolari o'rtasida mushtlashuv yuz berdi. Politsiya vaziyatni ijtimoiy tarmoqni kuzatish chog'ida bilib olgan. Hodisa 19-may kuni Glinka ko'chasida sodir bo'lgan. To'qnashuvda o'ndan ortiq kishi qatnashgan. Shu bilan birga ulardan biri olomonni tarqatishga uringan va rahbar muammoni hal qiladi deb aytgan. Hodisa oqibatida 4 kishi shifoxonaga murojaat qilgan. Ularning jarohati haqida ma'lumot berilmadi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, mojaroga maishiy janjal sabab bo'lgan. Qo'shimcha tergov davomida hodisaning 25 nafar faol ishtirokchisi politsiya bo'limiga olib ketildi, deyiladi xabarda.
Holat yuzasidan badanga yengil shikast yetkazish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozir huquq-tartibot idoralari xodimlari voqea holatlarini oydinlashishga yordam beradigan surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Rossiyaga kirish uchun yangi talab joriy etildi. Joriy yilning 30-iyun sanasidan boshlab Rossiya Federatsiyasiga har qanday yo'l, ya'ni quruqlik, suv va havo transportlari orqali kirmoqchi bo'lgan shaxslar o'z biometrik ma'lumotlarini chegara punktlarida topshirishi majburiy bo'ladi. Buning uchun shaxslar RUID mobil ilovasi orqali chegaraga kelishdan kamida 72 soat oldin ariza topshirishlari talab etiladi. Favqulodda holat yuzaga kelgan taqdirda 4 soat oldin ariza topshirishlari ham mumkin. Lekin bu ilova hozirda foydalanish uchun taqdim etilmagan. Ushbu RUID ilovasidan foydalanish bo'yicha kelgusida alohida va batafsil ma'lumot beramiz. Ushbu haftada siz bilan olishmoqchi bo'lgan eng muhim yangiliklarimiz shu bilan yakunlanadi. Fikringiz va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Like va obuna tugmasini bosishni unutmang. Keyingi haftada ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.